Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi kisloyimiz 22-iyun kinoklarimizmi deyapti do'stlar. Holatini ko'ringlar, o'zingizlar baho beringlar. Bu yil 4 yillik bo'ldi bu ko'chatimiz. Bizni kuzatib turgan obunachilarimiz biladi. Bu yilda qo'yamiz videosini. 2 tup nokimiz bor. O'zimiz eng yaxshi ko'rgan noklardan. Mana hosilini qaranglar. Bir qo'limiz tegmay qoldi, dori sepolmadik. Shu holatda ham yaxshi nihoyatda nokimiz. Bittasini yeb ko'rsatamiz ichki ko'rinishiga. Bismillahirrohmanirrohim. Mana do'stlar, nokning mevasi holati. Bitta o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir pishdi nokimiz. Suvlik nihoyatda eksport yaxshi bo'lganda, eksport qilsangiz ham bo'ladi. Ichki bozor ham yaxshi bo'ladi. Albatta bu nokimizni Olmurutga payvand bo'lgan, Bexiga payvand bo'lgan ko'chatlar mavjud. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Tez daromadga keluvchi nok, kivi nok. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga обязательно like bosishingizdan chiqmasin.